Agroishonch do'konimizda qanday turdagi mahsulotlarimiz mavjud va biz nimalar sotyapmiz? Birma-bir boshidan sizlarga obzorini ko'rsatib beraman. Do'konimizga kirganda ushbu bo'limimiz bizlarda moy qismi bo'ladi, ya'ni moy bo'limi. Bu yerda bizlarda Agroishonch brendimiz ostida ishlab chiqarilayotgan 15 ga 40 motor moylarimiz va transmission moylarimiz va boshqa Belarus va boshqa shunga o'xshash texnikalar uchun 20 ga 50 bo'lgan moylarimiz. Bundan tashqari Champion, Total va boshqa Devon moylarimiz ham bor va bu yoqda yengil avtomobillar uchun mo'ljallangan moylarimiz, antifrizlarimiz mavjud. Bu qismlarimizda esa traktor texnikalari uchun kerakli bo'lgan zapchastlar, Turkiyadan, Yevropadan, Belgiyalardan keltirilayotgan traktor zapchastlarimiz bor. Bu yerda bu bo'limimizda. Bu yoqdagisi esa asosan Turkiyaniki. Yuqorida ko'rib turgan bu apparatlarimiz esa Turkiya Barbaros brendiga tegishli bo'lgan masloboyka apparatimiz hisoblanadi. Bu sariyog' ajratadigan apparatimiz hisoblanadi. Bemalol murojaat qilishlari mumkin. Har xil razmerdagilar bor. 20, 10, 45, 55 litrlik razmerlari bor. Bu qatorimizda esa bizlarda Tolson brendiga tegishli bo'lgan barcha instrumentlarimiz bor. Bu yerda kulgichlardan tortib to mana bu kompressorlarni shlankalarigacha, bu yerda esa atverkalar va naborlarimiz, kulgichlar naborlari hammasidan bor. Endi bu qismimizga keladigan bo'lsak, bu qismimizda esa traktorlar uchun va boshqa texnikalar uchun filtrlar bo'limi hisoblanadi. Original Donaldson va boshqa brendlarga tegishli bo'lgan, ya'ni asosan Hi-Fi va undan tashqari yana bu yerda bir qancha kerakli bo'lgan ehtiyot qismlarimiz bor. Bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, bu tarafda ham traktorlar uchun mo'ljallangan Yevropadan keltirilgan originalniy zapchastlar qismimiz hisoblanadi. Mana bu yerda ko'rishlaringiz mumkin. Yana bu yoqdan olib ko'rsataman. Ya'ni sizdan faqatgina talab qilinadigan narsa bizdan o'sha sizga kerakli bo'lgan zapchastni nomini telefon qilib so'rasangiz, biz sizga bo'yini topib beramiz xudo xolasa. Bu burchagimizda esa Lux Garden brendiga tegishli bo'lgan bog'dorchilikda ishlatiladigan barcha turdagi instrumentlarimiz hisoblanadi. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Ana endi bu yerda esa bu bo'limimizda bizda sut sog'ish apparatlari uchun kerak bo'ladigan barcha turdagi ehtiyot qismlarimiz mavjud. Mana bu kollektor, ya'ni miyasidan tortib apparatning yuragi hisoblangan va undan tashqari rezinkalari, soskalari, hammasi, bu bachoklarning rezinkalari hammasidan bor, topib beramiz. Shlankalarigacha bor, metroga xohlagan o'lchamda. Va undan tashqari bizda Spindel brendi, ya'ni nemis brendiga tegishli bo'lgan svarka apparatlarimiz keldi. Bu yaqinda ko'rsatib ham o'tgan edik. Projektorlar, svarka apparatlar, защитный ochkilari va undan tashqari mana bu bemalol svarkalarda ishlatiladigan boshqa qismlari, ya'ni kerakli bo'lgan mahsulotlari va undan tashqari eng yana asosiy suv nasoslarimiz keldi. Chuqurlikda ishlatiladigan suv nasoslarimiz va yer ustida ishlatiladigan suv nasoslarimiz kelgan. Har xil razmerdagisi, ya'ni KB60 Eco dan boshlab 80 gacha. Tolson brendiga tegishli bo'lgan har xil kulgichlarimizni naborlari bor. Bularni ham razmerlariga qarab ajraladi. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Originalniy mahsulotlarimiz hisoblanadi va bu yerda yana bizda traktorlarga kerakli bo'lgan ehtiyot qismlarimiz joylashgan. Ular bilan bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Va o'rtada esa bizda sut sog'ish apparatlarimiz joylashgan. Mevasi brendiga tegishli. Mana bu esa ikkitalik sut sog'adigan Barbaros brendiga tegishli bo'lgan sut sog'ish apparatlarimiz. Bularning hammasi Turkiyada ishlab chiqarilgan moyli motorlar hisoblanadi. Ovoz chiqarmaydi. Originalniy mahsulotlarimiz. Spindel brendimizga tegishli bo'lgan yana ikkita narsamiz bor. Bu apparatlarimiz, kompressorlarimiz 100 litrlik va 50 litrlik. Kimga mana shu mahsulotlarimizdan qaysi kategoriyaga kiradigan mahsulotlarimiz kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Narxlar bo'yicha esa bemalol ko'rsatilgan raqamlarga telefon qilsalaringiz, sizlarni narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Va albatta bu mahsulotlarimiz barchasini bemalol Uzun Market, Yandex Marketlardan Agroishonch deb izlab, do'konimizga kirib, xohlang naqdga, xohlang nasiyaga bemalol xarid qilishingiz mumkin.